Ramazonda kuni bilan qorningizni to'q tutadigan, ibodatlaringizga kuch bo'ladigan retsept bilan keldim. Eshitgan bo'lsangiz kerak, turklarda qiymali pide, qushboshili pide, kasharli pide, har xil pidelar bor. Ammo tushonkali pide yo'q. Bugun men sizlar bilan xuddi shunaqangi elif tushonkalaridan tushonkali pide tayyorlaymiz. Dastlab oshirma xamir qilib qo'yamiz. Oshirma xamiringizni iftordan keyin qilib qo'ysangiz, saharlikkacha oshib tayyor bo'lib turadi. Muzlatgichda qo'yib qo'ysangiz oshirma xamiringizni me'yorida oshib turadi. Saharlikka 1 soat, 2 soat qolganda turib pishirib olsangiz bo'ladi. Cho'ziladigan qanaqa sir ishlatsak yaxshi deb so'raydiganlarga men Pure Milky sirlarini tavsiya qilaman. Pure Milkyda hozir mana shunaqangi mozzarella sirlari chiqqan. Rosa ham zo'r cho'zilib chiqadi. Mazasi ham juda ham yaxshi. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Pizza qilganinglarda, pide qilganinglarda cho'ziladigan sir ishlatmoqchi bo'lsanglar, mana xuddi shunaqangi Pure Milky sirlarini ishlatishinglarni tavsiya qilaman. Pidemizni chetlariga kefir surtdim. Siz xohlasangiz tuxum sarig'i sursangiz ham bo'ladi. Xohishga ko'ra kunjut bilan bezatsangiz ham bo'ladi. 180-200 gradus atrofida qizib turgan duxovkada 15 daqiqada pishirib olamiz. Tutayotgan ro'zalaringiz Alloh dargohida qabul bo'lsin.